Trampning gapiga quloq solmadik. Netanyahu Eronning yuragiga yangi zarba berdi. Amerikani 3-dunyoga aylantirdingiz. Trampning navbatdagi portlashi efirni larzaga soldi. Bir paytlar Kiyevga yurish qilgan Rossiya bugun Moskva xavfsizligini o'ylamoqda. Rutte. Dunyo diqqatini Pxenyanga qarating. Si Szinpinning safari ortidan katta signal yangramoqda. Hindistonda tarakanlar namoyishga chiqdi. Video. Bu faqat boshlanishimi? Tolibon ayollar kiyimi bo'yicha bosimni yanada kuchaytirdi. Netanyahu haddan oshdimi? AQSh va Isroil o'rtasida yashirin urush alomatlari paydo bo'ldi. Trampning gapiga quloq solmadik. Netanyahu Eronning yuragiga yangi zarba berdi. 8-iyun kuni Isroil Eronning janubiy-g'arbida joylashgan neft-kimyo majmuasiga, shuningdek, boshqa harbiy nishonlarga zarbalar uyushtirdi. Bu haqda mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. AQSh prezidenti Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahudan keyingi hujumlardan tiyilishni so'raganiga qaramay, Isroil Mahshar neft-kimyo majmuasidagi nishonlar mo'ljalga olinganini bildirdi. Eronning yarim rasmiy Fars axborot agentligiga ko'ra, viloyat rasmiysi majmuaning ayrim qismlari zarar ko'rganini tasdiqlagan. Isroil harbiy havo kuchlari Mahshar neft-kimyo majmuasidagi bir nechta nishonlarga zarba berdi degan Isroil mudofaa kuchlarining qisqa bayonotida. Zararlar ko'lami haqida hozircha qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Eron davlat ovlari Eronga qarshi urush boshlangan 28-fevraldan buyon zavodning 5 ta ishlab chiqarish liniyasi dushman snaryadlari zarbasiga uchraganini ma'lum qilgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ular Nosira shahri yaqinida joylashgan Ramat David aviabazasini nishonga olganini bildirgan. Isroil harbiylari esa Erondan uchirilgan raketalar aniqlanganini va havo mudofaasi tizimlari ularni to'sib qolganini ma'lum qilgan. Quddus shahrida soat 6:00 da raketa xavfi haqidagi ogohlantirish signallari yangradi deb yozgan AQShning Isroildagi elchisi Mike Huckabee X ijtimoiy tarmog'ida. U shuningdek shaytonning ona kemasi Tehronda joylashgan deya qo'shimcha qilgan. Isroil harbiylari yana bir bayonotda Yamandan uchirilgan deb baholangan raketaga qarshi havo mudofaa tizimlari ishga tushirilganini ma'lum qilgan. Agar tasdiqlansa, bu Yaman tomonidan o't ochishni to'xtatishdan keyin Isroilga qarshi amalga oshirilgan birinchi hujum bo'ladi. Amerikani 3-dunyoga aylantirdingiz. Trampning navbatdagi portlashi efirni larzaga soldi. AQSh prezidenti Donald Tramp NBC telekanaliga bergan intervyusi davomida boshlovchi bilan keskin bahsga kirishib intervyuni to'xtatdi. Intervyu chog'ida Tramp AQShdagi saylovlar mavzusiga to'xtalib, avval ham bir necha bor bildirilgan fikrlarni takrorlagan. U saylov jarayonlarida qonunbuzarliklar bo'lganini da'vo qilib, buni adolatsiz va soxtalashtirilgan saylovlar deb atagan. Jurnalist prezidentdan ushbu da'volarni tasdiqlovchi dalillar mavjud yoki mavjud emasligini so'ragan. Shundan so'ng suhbat keskin tus olgan. Saylovlar soxtalashtirilganini siz ham bilasiz. Sizning teleradio kompaniyangiz ham buni biladi degan Tramp. AQSh prezidenti shuningdek mamlakatdagi saylov tizimini tanqid qilib, AQShni bu borada 3-dunyo mamlakatlariga o'xshatgan. U NBC telekanali va uning mashhur Meet the Press dasturini, shuningdek boshqa yirik Amerika telekanallari ABC, CBC va CNN ni ham bir yoqlama yondashuvda ayblagan. Sizlar halol emassiz. Meet the Press halol emas. Xuddi ABC, CBC va CNN kabi. Ular ham bir tomonlama va halol bo'lmagan telekanallardir deya ta'kidladi Tramp. Bahs davomida prezident intervyuni yakunlashni so'ragan. Boshlovchi suhbatni davom ettirishga uringan va Trampdan yana bir necha savolga javob berishni iltimos qilgan. Biroq AQSh rahbari qarorini o'zgartirmagan va intervyuni to'xtatgan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Bir paytlar Kiyevga yurish qilgan Rossiya bugun Moskva xavfsizligini o'ylamoqda. Rutte. NATO bosh kotibi Mark Ruttening ushbu bayonoti xalqaro maydonda katta rezonans uyg'otdi. Uning fikricha, Ukraina urush davomida shunday imkoniyatlarga ega bo'ldiki, Rossiya endi o'zining eng muhim ramziy tadbirlarini ham Kiyev omilini hisobga olmasdan o'tkaza olmayapti.
Gap 2026-yilgi 9-may paradi haqida ketmoqda. Parad arafasida Ukraina dronlari Rossiya hududining ichkarisidagi obyektlarga zarba berishda davom etdi. Moskva atrofida xavfsizlik choralari keskin kuchaytirildi. Ayrim aeroportlar vaqtincha faoliyatini to'xtatdi va Rossiya havo mudofaasi tizimlari yuqori tayyorgarlik holatiga keltirildi. Shu fon ortidan Ukraina prezidenti Zelenskiy Moskva markaziga zarba berilmasligi bo'yicha vaqtinchalik qaror chiqardi. Mark Rutte esa bu holatga kinoya bilan izoh berib, go'yoki Putin paradni faqat Zelenskiyning ruxsati bilan o'tkazayotgandek vaziyat yuzaga kelganini ta'kidladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu bayonot urushdagi kuchlar nisbatining o'zgarayotganini ko'rsatadi. Bir necha yil oldin Rossiya qo'shinlari Kiyev tomon yurish qilayotgan edi. Bugun esa Moskva o'zining eng muhim siyosiy va harbiy tadbirlarni o'tkazishda Ukraina tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni hisobga olishga majbur bo'lmoqda. Shu bilan birga Rossiya urush maqsadlaridan voz kechmaganini bildirmoqda va frontdagi janglar davom etmoqda. Biroq NATO rahbarining keskin bayonoti Kreml uchun yangi haqiqat shakllanayotganini ko'rsatadi. Endilikda urush nafaqat Ukraina hududida, balki Rossiyaning o'zida ham xavfsizlik masalalarini kun tartibiga olib chiqmoqda. Mark Ruttening ushbu so'zlari ko'pchilik tomonidan 2026-yildagi urush vaziyatini eng aniq ifodalagan siyosiy bayonotlardan biri sifatida baholanmoqda. Dunyo diqqatini Pxenyanga qarating. Si Szinpinning safari ortidan katta signal yangramoqda. Bugun Xitoy xalq raisi Si Szinpin Koreya Xalq Demokratik Respublikasining poytaxti Pxenyanga davlat tashrifi bilan bordi va 2 kunlik rasmiy safari boshlandi. Bu haqda Xitoy markaziy televideniyasi xabar berdi. Avvalroq Xitoy Tashqi ishlar vazirligi tashrif 8-9 iyun kunlari Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari Kim Chen In taklifiga binoan amalga oshirilishini bildirgan edi. Tashrif Pekin va Pxenyan o'rtasidagi faollashgan aloqalar fonida o'tmoqda. Xitoy Koreya Xalq Demokratik Respublikasining asosiy iqtisodiy va siyosiy hamkori bo'lib qolmoqda. Ikki davlat munosabatlari odatda Koreya yarim orolidagi barqarorlikning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Si Szinpin bilan birga uning rafiqasi Pan Liuan, Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi doimiy qo'mitasi a'zosi Tsai Tsi, Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi va boshqa yuqori martabali rasmiylar ham hamkorlik qilmoqda. Hozircha muzokaralarning aniq mazmuni oshkor etilmagan. Xitoy hukumati avvalroq ikki tomonlama munosabatlar va strategik hamkorlikni rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan edi. Tashrif davomida tomonlar hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro kun tartibi masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Si Szinpinning KXDRga ushbu tashrifi so'nggi 7 yildagi birinchi davlat tashrifi bo'lib, ikki davlat munosabatlaridagi eng muhim diplomatik voqealardan biri bo'lishi mumkin. Avvalgi davlat tashrifi 2019-yilda bo'lib o'tgan edi. Shundan keyin ikki davlat rahbarlari aloqalarni davom ettirgan, ammo yuqori darajadagi rasmiy tashriflar amalga oshmagan. Hindistonda tarakanlar namoyishga chiqdi. Hindiston poytaxti New Delhi markazida o'zini Tarakanlar partiyasi deb atayotgan harakatning yuzlab tarafdorlari ilk yirik namoyishga chiqdi. Ma'lum qilinishicha, bir nechta hafta avval internet hazili sifatida paydo bo'lgan ushbu harakat qisqa vaqt ichida mamlakat yoshlari noroziligining ramziga aylangan. Jantar Mantar maydonida o'tkazilgan miting harakat uchun ijtimoiy tarmoqlardan tashqaridagi birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Tashkilotchilar internetdagi katta auditoriyani haqiqiy siyosiy kuchga aylantirish mumkinmi, yo'qmi, shuni aniqlashga uringan. Namoyishda asosan yoshlar ishtirok etgan. Ular tarakan tasvirlangan plakatlar va niqoblar bilan chiqqan. Ayrim ishtirokchilar ta'lim olish va teng imkoniyatlar huquqining ramzi sifatida milliy bayroqlar hamda kitoblar olib kelgan. Harakat Hindiston Oliy sudi raisi Surya Kantning bahsli bayonotidan keyin paydo bo'lgan. Sud majlislaridan birida u tanqidchilar va ishsiz yoshlarning bir qismini tarakanlarga qiyoslagan edi. Bu so'zlar jamoatchilikda katta norozilikka sabab bo'lgan. Shundan so'ng Boston universiteti talabasi va siyosiy kommunikatsiyalar bo'yicha mutaxassis Abhijit Dipke ushbu harakatli qiyosni satiraga aylantirib, Tarakanlar partiyasi nomli siyosiy kampaniyani boshlagan. Harakat qisqa vaqt ichida internetda ommalashib ketgan. Bir nechta hafta davomida uning sahifalari millionlab obunachilarni jalb etgan. Tarakan esa chidamlilik va norozilik ramziga aylangan. Bu faqat boshlanishimi? Tolibon ayollar kiyimi bo'yicha bosimni yanada kuchaytirdi. Afg'onistonning Hirot viloyatida fazilatni targ'ib qilish va yomonlikning oldini olish bo'yicha Tolibon guruhi ayollar kiyinishi qoidalariga rioya qilinishi shartligi haqida ogohlantirish berdi.
Ushbu ko'rsatmaga ko'ra, oiladagi erkaklar ayollarning jamoat joylarida hijob qoidalariga qat'iy amal qilishini ta'minlashi kerak. Ayollar yuzini to'liq yopmasdan, ibodat ro'molisiz, tor kiyimda yoki pardoz bilan ko'chaga chiqsa, Tolibonning axloq politsiyasi tomonidan hibsga olinishi va ayollar uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonalarga yuborilishi mumkinligi aytilgan. Hujjatda Tolibonning fazilatni targ'ib qilish va yomonlikning oldini olish to'g'risidagi qonuniga tayangan holda kiyinish qoidalarini buzgan holatda erkak qarindoshlar ham javobgar bo'lishi mumkinligi va bunga nisbatan huquqiy choralar ko'rilishi mumkinligi aytilgan. Mahalliy aholi ma'lumotiga ko'ra, Hirotda so'nggi haftalarda axloq politsiyasi nazorati kuchaygan. Turli hududlarda nazorat punktlari o'rnatilib, transport vositalari to'xtatilib, ayollarning kiyimi tekshirilgan. Ularga kiyinish talablariga mos emasligi haqida ogohlantirishlar berilgani aytilmoqda. Xuddi shunga o'xshash cheklovlar Qobul va Afg'onistonning boshqa hududlarida ham joriy etilgan. Netanyahu haddan oshdimi? AQSh va Isroil o'rtasida yashirin urush alomatlari paydo bo'ldi. AQSh Mudofaa vazirligi Isroilning josuslik faoliyati kuchayganidan xavotir bildirib, unga nisbatan kontrrazvedka tahdidi darajasini maksimal bosqichga ko'tardi. Bu haqda NBC News amerikalik amaldorga tayanib xabar berdi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, AQSh Mudofaa vazirligi huzuridagi razvedka boshqarmasi so'nggi haftalarda Isroildan kelayotgan kontrrazvedka tahdidi bo'yicha yangi baholash tayyorlagan. Bu AQSh va Isroil o'rtasida Eron bilan urush hamda Yaqin Sharqdagi keyingi harakatlar yuzasidan kelishmovchiliklar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelgan. Pentagon Isroil AQShning yuqori martabali amaldorlarini kuzatishga urinayotganidan xavotirda. Maqsad esa Tramp ma'muriyatining Yaqin Sharq bo'yicha ichki muhokamalar va qarorlari haqida ma'lumot olish bo'lishi mumkin. Pentagon xavotirlarning kuchayishiga sabab bo'lgan bir qator aniq holatlar ham hujjatda qayd etilgan, biroq ularning tafsilotlari oshkor etilmagan. Tahdid darajasi oshirilishi amaliy jihatdan AQSh amaldorlari Isroilga borganda yoki isroillik hamkasblari bilan muloqot qo'shimcha ehtiyot choralarini qo'llashini anglatadi. Shu bilan birga NBC News manbalarining ta'kidlashicha, bu qaror ikki davlat o'rtasidagi kundalik razvedka ma'lumotlari almashinuviga, ayniqsa Eron bilan bog'liq masalalarda hamkorlikka jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Manbaga ko'ra, AQSh va Isroil o'rtasidagi taranglik Donald Tramp hamda Isroil bosh vaziri Netanyahu o'rtasida kelishmovchiliklar fonida kuchaygan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.